Bunaqa ekranni aniq yeb ko'rmagansizlar. Shu suvda faqat bonka yopsam kerak. Birinchi bo'lib bolgarskilarimizdan shunaqa yog'da qizartirib olamiz. Baqlajonni katta-katta to'rab, uni ham qizartirib yog'dan olamiz. Yog'imizni ozgina kamaytirib, pare-pare to'ralgan piyoz, chesnok, katta-katta to'ralgan pomidor, aralash ziravor, murch, tuz bilan yaxshilab qovurib olamiz. Bir osh qoshiq qizil tomat, bir osh qoshiq shakar. Yetgancha chesnokni oxirida sovoraman, ana o'shanda ikrida bilinib mazza qilib iste'mol qilinadi. Bizning uyimizda achchiq qirisi yaxshi ko'rishadi. O'shaning uchun dunganskiy sovardim. Agar bonka qilib yopaman desanglar, bu ekranni uksiz solib, bonkalarni sterilizatsiya qilib olish esdan chiqmasin. Oxirida bir kosa suv bilan 15-20 minutga dimlab qo'ydim. To'g'risini aytaylik, ishtahila ochilib ketdim, yurechani bosib. Ikrada baqlajonim yana ham mazaliroq bo'lsin deb, ukrop, tuz, chesnok solib aralashtirib qo'ydim. Xuddi videoda ko'rsatilgan ketma-ketlikda ikramizni terib, qopqog'ini yopib, qishga olib qo'yamiz, agar qolsa. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas, olinglar. Voy, to'xting, hali ham yurechani bosib qo'ymadingizmi? Bilasiz-ku, ko'nglim ko'tariladi. To'g'risini aytaman, uydagilarim qishgacha ham olib qo'yishmadi, bittada yeb qo'yishdi.